ham mashhur bo'lgan postelarimizdan keldi. Qaranglar qizlar, shunaqa yangi upakovkalarda, yangi qadoqlarda kelgan, ko'rishingiz mumkin. Buni har xil rasvetkalar bor. Qaranglar qizlar, juda ham neobычный gullardan kelgan. Bunaqa assortiment menimcha hech qayerda ko'rmasanglar kerak. Ranglarni ko'ryapsizlarmi? Hammasi bazaviy ranglarda, libo uylarga tushib ketadi. Mana bu yerda shunaqa rasvetkalar bor. Hozir mana bittasini ochib obzor qilib ko'rsataman qizlar. Bular 100% paxta bo'ladi. Umuman sintetika aralashmagan qizlar. Tugma nimaga deb aytiladi desanglar, buni chekalarida shunaqa tugma bilan ko'rasizlarmi? Chekasida shunaqa tugmalari bor. Bular для красоты qilingan. Ko'rishingiz mumkin qizlar. O'zi yaqindan ham ko'rsatsam, mana bilinib turib sintetikasi yo'qligi qizlar. Shunaqa 257 nalchkasi bo'ladi. Однотонный простинasi bo'ladi. Prostinasining chekasida shunaqa balonlari bor qizlar. Spalniligi yoysanglar juda ham chiroyli turadi. И bu yerda shunaqa podizalnik bor. Qizlar podizalligini ham chekalarida tugma bilan bezatilgan qizlar. Hozir yaqindan ko'rsataman. Qaranglar. Juda ham chiroyli turadi. Mana shunaqa chekalarda reshmalari bilan tikilgan qizlar. Narxlarini 420 mingdan qilib qo'ydik. Qizlar bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqa model hali hech qayerda yo'q. Bemalol Yaproq Home filiallaridan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Hammanglarni Yaproq Home'da kutib qolamiz.